Assalomu alaykum barcha internet kuzatuvchilari. Mana sizlarga mebellarimizni video obzorlarini boshladik. Hop, maloshniy uголogimiz razmeriga keladigan bo'lsak 2.30 ga 4.30. Tumbalariga e'tibor berasizlar. 4 ta katta tumbasi mana qilib yoniga qo'ysanglar, spanli vazifasini bajara oladi. Hop, ichlariga keladigan bo'lsak 100% sasna yog'ochdan bo'lgan. Umuman tera yo'q. Mashinchalik tera chiqib qolsa bekarga beraman deb aytganman. Komplektida 6 ta yostig'i, 4 ta tumbasi bo'ladi. 2.30 ga 4.30 uголок bo'ladi. 3.5 ga 5 xonalarga bemalol tushaveradi uylarga. O'yinchoq tanlamaydi. Xohlasangiz buni ko'rinishda, xohlasangiz aylantirib ko'rinishda qilsanglar bo'laveradi. Orqalariga keladigan bo'lsak, orqalari ham o'zini materialda qoplangan. İçidagi pampers prujinasi rossiyskiy pampers prujina ishlatilgan. 22 pilot machalga 5 yil kafolati bor, xudo xolasa. Narxiga keladigan bo'lsak, mash komplegimiz 5,5 million so'm stoli bilan birga. 275 ga uzuni, eni 90 stoli bo'ladi. Hozir stolini ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Xo'p, maloshniy mana sotuvda bor. Keyin bunimiz qora emas, qoraga o'xshab turgan bo'lish videoda shunaqa bo'lishi mumkin, lekin qora emas, bu to'q seri. Hozirliginaqa robotlarga sepilyapti, bilgan bo'lsanglar, robotlarda moda bo'ldi. Shunaqa seri bu, qoraga o'xshab turadi, lekin qora emas. Buni ham razmeri xuddi 4.30 ga 2.30. Tumbasini xohlasanglar mana bunaqa ko'rinishda tera olasizlar. 6 ta yostig'i, bu ham ichlari 100% sasna yog'ochda bo'lgan. Xo'p, undan keyingi komplegimiz Tomni Sini. Buni ham 6 ta yostig'i bor. Hozir ikkitasini endi chevarimiz ulgurmaganiga endi olib kelyapti. 4 ta tumbasi bor buni ham. Bu ham xuddi razmer 4.30 ga 2.30. Bu ham komplektda. Keyin mana sizlarga materialni dada xo'jasi maqtansa arzigulik material ekan. Chunki nimaga? O'zim ishlatib bildim. Kreslo bor komplegida. Uгологning razmeri 4.20 ga 2.20, 6 ta pufigi bor. Bitta kreslosi bor. Komplektda mana shu xohlasanglar, mana shunaqa stol, xohlasanglar stolni o'zgartirsanglar bo'ladi. Xo'p, bunimiz alohida narxda, chunki bunga ko'proq rasxod ketib qoladi. O'zi mana kresloimizni o'zi ko'rgan bo'lsanglar, $100 qo'yganman. Bu komplektimiz mash turishi 8 million so'm. Vodiy bo'lib dastavkasi ichida. Stoli bilan. Bu komplektimiz hozir mash turishi 16 ta odam sig'diradi, xudo xolasa o'ziga. Garantiyalari bor. Materialni maqtagan sababi mana materialiga bitta e'tibor berasizlar. 2 qavatli material mana. Qalinligiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Mo'shi emas, lekin haligi nima desa bo'ladi, terlatmaydigan material. Kombinatsiya ishlangan, seriyaga maloshniy kombinatsiya ishlangan. 6 ta mana shunaqa tumbasi bor. 4.20 ga 2.20 uylarda to'rala burchaga aylanib tushaveradi. 6 metrli xonalarga rosa kakras tushadi. Vodiy bo'lib dastavkasi ichida 8 million so'm shu komplegimiz stollari bilan birga. Xo'p, bu ham vodiy bo'lib dastavkasi ichida 5,5 million so'm mana shunaqa stoli bilan birga. 4.30 ga 2.30, 4 ta tumbasi, 6 ta yostig'i kompleksida bo'ladi. 100% sasna yog'ochda. Umuman teray ishlatmayman. Teray deganlarga yo'q, teray ishlatmayman, kafolatini beraman. Vodiy bo'lib dastavkasi ichida 5,5 million so'm har bitta komplektimiz mana. Ko'rishingiz mumkin. Anchadan beri video qo'ymadim. Kuzatayotganlar bo'lsa, sizlardan bitta iltimosimiz, shu videoni oxirigacha ko'rayotgan bo'lsanglar, bitta layklarni ayamanglar, iltimos sizlardan. Chunki nimaga video qo'ymayotganim sababi videoyim blok bo'lib qolgan paytda qo'ya olmay qoldim. Ashuna hisobiga endi sizlardan bitta yordaminglar, bitta layklarni ayamanglar. Sizlarga mana bonus narxda xudo xolasa 5,5 million so'mdan vodiy bo'lib dastavkasi ichida. O'zim Andijonliman. Andijon shahar Xibikini orqasida joylashgan ishxonamiz. Bemalol kelaman desanglar, kelib ko'rib tanlab ketishinglar mumkin. Lokatsiyalarini beraman. Ismim Nodirbek. Telefon nomerlar qoldiryapman. WhatsAppim, Telegramim, uzoq joyda bo'ladigan bo'lsanglar, imo'm ham bor. Imo'dan ham chiqsanglar bo'laveradi. Vodiy bo'lib dastavkasini qilib beramiz. Toshkentga yo bo'lmasa boshqa joylarga bo'ladigan bo'lsa, yo'l kirasi pul yo'q bo'ladi.
ashuni hisobga olganda endi vodiy bo'ylab deganimiz sababi chunki o'zimizda labo mashina bor. Shuni hisobga olganim uchun o'zimiz yetkazib beramiz. Xudo xolasa 5,5 million so'mdan mana shu komplektlarimiz mana tummasini xolasangiz mana qilib tersangiz bo'ladi, xolasangiz buni qilib tersangiz bo'ladi. Xolasangiz mana qilib tersangiz bo'ladi. Ichlariga kafolat beramiz, behijolat buyurtma beringlar. 100 ming so'm zakat evaziga uylarga jo'nataman. Qolganini borgandan keyin o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib, ishonch hosil qilib turib, keyin to'lovini qila olasizlar. Chunki nimaga bir xilgilar ishonmaydi. Shuning uchun 100 ming so'm zakat yetadi. Kartaga 100 ming so'm zakat tashlab berasizlar. Qolganini borgandan keyin shopurda pulini ham keyin ugolovda pulini ham berib yuborsanglar bo'laveradi. Keyin sizlardan yana bir iltimosimiz, shopur ketarsin, 1 soatdan keyin 2 soatdan keyin tashlab. Yo'q, unaqa narsalarga to'g'risi ishonmaymiz. Chunki nimaga bunaqa narsadan ko'p otilib qoldim. Shuni hisobga olganda endi to'g'ri tushunasizlar. Borgandan keyin iloji boricha pulinglarni naqib tursanglar, mashkample borgandan keyin shopurni qo'liga shunday ko'rib turib, o'zingizlar ishonch hosil qilib turib, keyin to'lov qilsanglar bo'laveradi. Shuning uchun Telegram aloqamizga chiqa olasizlar. Rasmlarni alohida tashlab beraman. Videolarni ham tashlab beraman. Karkasi qanaqa bo'lyapti deganlarga ish jarayonimizda karkaslarni ham ko'rsatib o'taman. Kerak bo'lsa, misol qanaqa qilib terilyapti, asha 2 barmoq sig'adigan darajada karkas yig'iladi. Chunki nimaga pollari mustahkam bo'lishi kerak. Pollari mustahkam bo'lmasa, bu anaqa garantiya berishimizga hojat bo'lmaydi. Mana ustiga chiqib o'zim yurib beryapman mana. 70 kiloman. 70 kilo odamni endi ko'tarayotgandan keyin Xudo xolasa undan og'irini ham ko'taradi inshaalloh. Alloh sharmanda qilmasa. Bizga halollik aytib o'taman sizlarga. Halol ishlaymiz, Xudo xolasa inshaalloh. Alloh sharmanda qilmasa, chiroyli qilib, shunaqa qilib sizlarga ham qilib beramiz. Ammo materialdan yana bormi deganlarga yo'q. Bu kimga kim ulgib qoladigan bo'lsa, kimga kerak bo'ladi? Ulgib qolsa, ishonmasa kelib ko'rib olishi mumkin. Mana. Bu juda qalin material mana. Mana qo'limni ushlab ko'rsatyapman. Bu tukli material mana. Lekin ancha-munchaga hali yirtilib ketadigan material emas. Chunki juda qalin material ekan. Buni bitkizgunimga to'g'ri ancha vaqt talab qildi. Shuning uchun mana ko'rishinglar mumkin. Bunga bemalol qo'rqmasdan anchaga to'g'ri garantiya bera olaman. Buni ishlaviga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar o'zingizlar mana. Tummalari ham 6 ta tummasi bor. 16 ta odamni sig'diradi o'ziga. Shuning uchun bitta baho berib qo'yasizlar o'zingizlar. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizlar bilan doimgidek Nodirbekman. Telefon qilsanglar, mabodo ko'tara olmay qolsam, xafa bo'lmaysizlar, lekin обязательно qaytaraman. Mana o'zi videomni oldindan ko'rganlar bo'lsa biladi. Video telefon qilsam olmadiz-u boshqa-yu deydi bir xilgilari. Chunki nimaga ish paytimizda endi kompressorimiz ovozida, boshqada arran ovozida eshitmay qolishimiz mumkin, lekin обязательно qaytaraman. Shuni hisobga olganda xafa bo'lmaysizlar, lekin Telegramdan aloqaga chiqsanglar, обязательно javob qaytaraman, xudo xolasa. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan doimgidek Nodirbekman. Like bosishni unutmanglar.